Salom hammaga, psixiatriya modulidagi dastlabki birinchi darsimizga xush kelibsiz. Ushbu darsimiz conditioning and transference haqida bo'ladi. Conditioning so'zini o'zbekchasiga ma'nosi bu odatlanish degan so'zga to'g'ri keladi. Transference esa bu ko'chish. Ushbu so'zlardan biz psixologiyada, psixiatriyada qanday ma'noda, qanday mazmunda foydalanamiz? Ushbu ma'lumotlarni hammasini bugungi darsimizda gaplashib chiqamiz. Dastlab behavioral therapy haqida tanishib o'tamiz. Behavioral therapy bu insonni behaviori, ya'ni xulq-atvorini to'g'rilashga qaratilgan terapiyadir. Insonlarning xulq-atvorida turli xil unwanted, ya'ni o'zi xohlamagan qismi bo'ladi. Aynan mana shu xohlanmagan qismni modifikatsiya qilish orqali biz insonning xulq-atvorini yana ham yaxshilasak bo'ladi. Masalan, anxiety-ni olaylik. Social anxiety degan holat bor. Bu ko'pchilik orasida bo'lganda o'zini noxush his qilish, masalan, davralarga chiqqanda yoki so'zga chiqqanda so'zini yo'qotib qo'yadi, terlab ketadi, juda ham anxious bo'ladi. Aynan mana shu holatni davolash uchun behavioral therapy o'tkaziladi. Bunda behavioral therapyda shifokor conditioning and reinforcement dan foydalanadi. Conditioning bu bemorni odatlantirish, reinforcement esa uni mustahkamlash. Va bularni o'zgartirish orqali behavior, xulq-atvorni to'g'rilanishiga erishiladi. Conditioning o'zi nima? Conditioning bu odatlanish. Odatlanish esa ilmiy medik tilda aytganda reflekslarni hosil bo'lishi deb aytsak bo'ladi. Va shuni hisobiga ham ikki xil mana shu conditioning turi bor. Classic conditioning and operant conditioning. Classic conditioningni bizga Pavlov tushuntirib bergan. Pavlov itda o'tgan tajribasida u shunday tajriba qilganki, itda shartli ta'sirlovchiga nisbatan shartsiz refleksni qo'zg'alishini hosil qilib, shartli refleks hosil qilgan. Ya'ni reflekslar o'zi ikkiga bo'linadi. Shartli, shartsiz. Shartsiz refleks bu masalan itni ovqatda ko'rganda so'lagini ajralishi, ya'ni ovqatni yeyishini biladi, shuni hisobiga so'lak bezlari ishlashni boshlaydi. Lekin qo'ng'iroq ovozi itga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Pavlov nima qilgan? Pavlov har safar ovqat berishidan oldin mana shu qo'ng'iroqni chalib, keyin ovqat bergan. Va buni natijasida itda shartli refleks shakllangan va bir necha marta shu takrorlangandan keyin itga ovqat berilmasa ham qo'ng'iroq ovozini o'ziga itda so'lak ajralishi ro'y bergan, ya'ni shartli refleks hosil bo'lgan. Va biz ushbu darslarimizda aynan mana shu holatni psixologiyada classical conditioning deb ataymiz. Classical conditioningda ta'sir etuvchi stimul omil va unga javob reaksiyasi ikki xil bo'ladi. Bular qaysilar? Unconditioned stimul va javob va conditioned stimul va javob. Unconditioned stimul bu doimiy shartsiz refleksni hosil qiluvchi stimuldir. Masalan, food, ovqat. Unga unconditioned javob esa salivation, so'lak bezidan so'lakni ajralishi. Conditioned stimul va javobga esa unnatural, ya'ni tabiiy bo'lmagan stimul va unga yuzaga keladigan javob reaksiyasini keltirsak bo'ladi. Ya'ni xuddi hozirgi refleksdagi qo'ng'iroq tovushi va unga hosil bo'layotgan salivation jarayoni conditioned hisoblanadi. Va biz aytishimiz mumkinki, classical conditioningga nisbatan paydo bo'ladigan javob reaksiyasi doim involuntary bo'ladi, ya'ni inson ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan holatda. Masalan, salivation so'lak bezining ajralishi. Ovqat yeganda ovqatni ko'rish bilan ishtaha ochilganda insonda so'lak ajralishni boshlaydi. Yoki bo'lmasam qo'rquv. Tasavvur qiling, yosh chaqaloqni yoniga katta bir kuchuk kelib qolsa ham yoki bundan ham qo'rqinchli narsa bo'lsa ham bola qo'rqmaydi chaqaloq. Sababi unda hali unga nisbatan refleks paydo bo'lmagan. Uni nimaligini ham bilmaydi. Lekin yosh katta odam itdan qo'rqishi mumkin. Sababi biror marta uni it tishlab olgan va mana shu paytda unda refleks paydo bo'lgan va shuni hisobiga itni ko'rganda involuntary, o'z ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan ravishda qo'rquv yuzaga keladi. Classical conditioningdan tibbiyotda, psixologik maqsadlarda, psixiatriyada qanday foydalaniladi? Misol qilib biz enuresis alarmsini keltirishimiz mumkin. Enuresis bu tunda sidikni tuta olmasdan sidikni qo'yib yuborish yosh bolalarda ko'p uchrab turadi va buni oldini olish maqsadida, bolani davolash maqsadida enuresis alarms qo'ng'iroqlardan foydalanadi. Bunda aynan mana shu bolaga water sensitive pad, ya'ni suvga sezuvchan bo'lgan taglik qo'yiladi va bola qachonki kechki payt tagini ho'llab qo'yadigan bo'lsa, mana shu alarm qo'ng'iroq chalinib bolani uyg'otadi. Va vaqt o'tgan sari bola mana shu qo'ng'iroq chalmasdan balki qovog'i sidik pufagi to'lganda siyish refleksi hosil bo'lishi bilan uyg'onishni o'rganadi. Bu yerda mana bu
qo'ng'iroq shartsiz ta'sirlovchi, ya'ni qo'ng'iroqni ovozi yuqori bo'ladi, iloji yo'q insonni uyg'otadi. Lekin mana bu qovuqni to'lishi shartli ta'sirlovchi, ya'ni o'zi bolada uyg'otmayapti, qovuqni to'lishi shunchaki bo'shab ketyapti. Lekin vaqt o'tishi bilan mana bu qo'ng'iroq bilan mustahkamlangan sari refleks hosil bo'lib, bolada uyg'onish paydo bo'lyapti qovuqni to'lishiga nisbatan. Quyida aynan shu narsa aytib o'tilgan. Unconditioned stimul and response bu alarm and awakening, ya'ni unconditioned stimul bu alarm, unga majbur uyg'onadi. Conditioned esa biz yuzaga keltirayotgan stimul esa bu urinary fullness, ya'ni urinary fullness paytida ham bolaga uyg'onish holatini biz singdiryapmiz, refleks hosil qilyapmiz. Biz yuqorida gaplashib o'tgan classic conditioningdan psixiatriyada involuntary holatlarda, ya'ni inson o'zi boshqara olmaydigan xulq-atvoridagi kamchiliklarni to'g'rilash maqsadida foydalaniladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, tunda tagligini ho'l qilib qo'yish bolalarda yoki yosh kattalarda masalan auditoriyani oldiga chiqqanda so'zlay olmaslik. Mana shu holatlardan, ya'ni inson uni boshqara olmaydi. O'zi xohlasa ham o'zida hayajon bo'ladi, terlab ketadi, odamlarning oldiga chiqqanda yaxshi gapira olmaydi. Endi ikkinchi holat bor, classic conditioningdan farq qiladigan apparent conditioning holati. Apparent conditioning bu reward or punishment, ya'ni bemorga mukofot yoki punishment, jazo qo'llash orqali behavior, uni xarakterini o'zgartirishga qaratilgan terapiya turidir va ishlatiladigan tushunchadir. Mana shuni hisobiga bemorda voluntary behavior, ya'ni o'zini ixtiyoriga bog'liq bo'lgan xulq-atvori pasayadi yoki ko'tariladi. Buni hozir quyida yana ham to'liqroq tushunib o'tamiz, gaplashib o'tamiz va buni ozgina tushuncha hosil bo'lishi uchun aytib o'taman. Masalan, tasavvur qiling, bola juda ham o'yinqaroq, juda ham sho'x va buni o'zi bilib turgan holatda qiladi. Ya'ni bu yerda bitta mushuk turibdi, lekin mushukni borib uradi, qiynaydi. Bu o'zini ixtiyoriga bog'liq bo'lyapti. Endi mana shu payt onasi so'kadigan bo'lsa, uni, ya'ni punishment qilib jazolaydigan bo'lsa, keyingi safar ana shu mushukni qiynamaydi, o'ziga bog'liq ravishda. Aynan mana shu holatni biz aytib o'tmoqchimiz. Apparent conditioningda ikkita narsa bor dedik, aytib o'tdik. Reinforcement, bu reinforcement mustahkamlash. Har qanday reinforcement increases behavior, ya'ni boladagi yoki insondagi, umuman insondagi xulq-atvorni mustahkamlaydi, kuchaytiradi. Pozitivida reinforcement beriladi, negativida olib qo'yiladi. Quyida gaplashib chiqamiz. Bu yerda shunchaki miyada umumiy kartina hosil qilishimiz kerak. Punishment esa biz aytib o'tdik, bu jazo. Jazolash har doim behaviorda, xulq-atvordagi qismni, yomon xulq-atvor bo'ladimi, yaxshi bo'ladimi, uni kamaytiradi. Pozitiva bunda punishment beriladi, negativida esa punishment olib tashlanadi. Reinforcement haqida dastlab gaplashamiz. Reinforcement bu behaviorni frequency-sini, ya'ni uchrash chastotasini oshiradi deyishimiz mumkin. Ilmiy tilda oddiy qilib qanday tushunsak bo'ladi. Masalan, insonga birorta qilgan yaxshi ishi uchun mukofot berilsa, o'sha ishni ko'proq qiladi. Bu tabiiy. Masalan, bola uyga vazifasini o'z vaqtida bajarib qo'ysa, unga o'ziga yoqqan biror narsani mukofot qilib beriladigan bo'lsa, har doim iloji boricha mana shu uyga vazifalarni, boshqa topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishga moslashadi, qolib ketmaydi. Mana shu holatni biz frequency-sini oshishi deb ataymiz. Bu yerda positive reinforcementga aynan mana shu narsa tushadi. Yaxshi xarakter ko'rsatgani uchun bolaga biz reward beramiz, mukofot, va mana shu xarakterni mustahkamlaymiz, reinforce qilamiz. Negative reinforcement esa bu behaviorni o'zgartirish uchun ma'lum bir aversiv stimulni, yoqmagan, o'ziga yoqmaydigan stimulni olib tashlashdir. Ya'ni negativ holatlarda doim narsa olib tashlanadi, pozitivda qo'shish kerak. Negative reinforcementda xuddi shuni hisobiga ham mana shu bemorga yoqmaydigan stimul olib tashlanishi kerak. Bo'lishi mumkin negative reinforcer, ya'ni negativ mustahkamlovchi omil, something you don't want, ya'ni siz xohlamagan biror narsa va u behaviorni, xulq-atvorni o'zgarishiga olib keladi. Masalan, sunburn bo'lishdan, ya'ni quyoshda kuyib ketishdan saqlanish maqsadida sunscreen qilinadi, ya'ni teriga turli xil mazlar, quyoshdan saqlovchi, nurdan saqlovchi mazlar, kremlar surtiladi. Yoki bo'lmasam misol uchun bolalar uyni tozalab qo'yishadi. Nimaga? Ota-onasidan gap eshitmaslik uchun.
Bu yerda biz buni punishmentga o'xshatish ham mumkin, ya'ni jazoga, chunki jazodan qo'rqib qilmayapti. Yo'q, bu punishmentga kirmaydi. Negative reinforcementda biz farqlab olishimiz kerak. Har qanday holatda ham reinforcement mana shu xulq-atvorni yana ham kuchaytiradi. Ya'ni ota-onani baqirishidan, ularni so'kishidan qo'rqib, xonani doim toza tutadi. Ya'ni undagi xulq-atvor ortyapti. Punishmentda esa buni teskarisi. Punishment less behavior, ya'ni o'sha qilinadigan xatti-harakatni behaviorni pasayishiga sabab bo'ladi. Ushbu slaydda mana punishment haqida, ya'ni jazo haqida gaplashamiz. Har qanday punishment frequency of behavior decreases, ya'ni mana shu xulq-atvordagi xislat, jihat kamayadi. Positive punishment bo'lishi mumkin. Bu behavior qandaydir yomon xulq-atvor ko'rsatdi bola, masalan urushdi, aversive stimul beriladi, natijada uni frequencysi kamayadi. Ya'ni bola urushgandan keyin ota-onasi uni chaqirib olib so'kdi yoki maktabda o'rtog'ini urgani uchun ularni direktor xonasiga olib kirib, ota-onasini chaqirib yonida dakki berdi. Natijada mana shu bola keyingi safar urushdan oldin o'ylaydi yoki urushishi albatta kamayadi. Bu positive punishment, chunki bolani qilgan yomon xarakteri uchun, mana bitta qilingan yomon xarakteri uchun nimadir berildi va bu nimadir punishment. Natijada mana shu narsani bo'lishi oldi olinadi. Negative punishmentda esa nimanidir olib tashlash kerak. Masalan, bunda behavior bo'lgani uchun undan xohlangan birorta stimul olib tashlanadi va natijada xulq-atvorda o'sha jihati kamayishi, to'xtashi kuzatiladi. Va yana olamiz. Masalan, bola juda ham telefon o'ynashni yoki shirinlik yeyishni yaxshi ko'radi va agar bola uyga vazifalarini qilmasa, mana shu telefon o'ynashga ruxsat bo'lmaydi. Natijada mana shu uyga vazifani qilmaslik yomon odat yo'qoladi. Yoki bola urushgandan keyin ota-ona bolaga beradigan kunlik pulini kamaytirib qo'ydi. Ya'ni bolaga kerak bo'lgan narsani olib tashladi va bu albatta jazo sifatida. Va natijada bolani xulq-atvoridagi yomon jihat kamayyapti. Va aynan mana shu narsani biz negative reinforcementdan farqlashimiz kerak. Mana bu qismda negative reinforcementda aytib o'tdik. Bu behaviorda oshiradi. Masalan, bola biror bir yaxshi ishni qilishi yaxshilanadi negative reinforcement qilingandan keyin. Yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarimizni bitta qolipga, jadvalga solingan formasi bizda bunda juda ham chiroyli holatda miyamizga joylab olsak bo'ladi. Reinforcement va punishment tushunchalari. Reinforcement har doim behavior, xulq-atvordagi jihatni increase qiladi, ya'ni oshiradi. Punishment esa har doim biror bir xulq-atvor jihatini, ko'pincha yomon xulq-atvor, uni kamaytiradi. Va pozitiv, negativ so'zlarni yodlab qolish uchun bu yoqqa ahamiyat beramiz. Agar biror bir stimul qo'shib berilsa, ya'ni masalan biror bir mukofot berilsa yoki jazo berilsa, hammasida plus bo'lyapti, qo'shilyapti. Shuning hisobiga bu pozitiv bo'ladi. Biror bir stimul olib tashlanadigan bo'lsa, u reinforcement bo'ladimi, punishment bo'ladimi, farqi yo'q. Buni biz negativ deb ataymiz. Masalan, negative reinforcementda aytdik, bola xohlagan biror narsani, bolaga yoqmaydigan biror narsani olib tashladik. Punishmentda esa bolaga yoqadigan narsani bermadik. Ya'ni ikkalasida ham olib tashlanyapti. Aynan mana shu conditioning holatiga bog'liq bo'lgan tushuncha extinction tushunchasi bor. Extinction bu yo'qolib ketish, ya'ni sustlashish deganini ma'noni anglatadi. Bu aynan mana shu conditioned response, ya'ni biz buni shartli refleks deb olsak ham bo'ladi. Weakens, ya'ni kuchsizlanadi vaqt o'tgan sari, sekin-sekin. Ya'ni biror bir qilinayotgan yaxshi ish uchun mukofot berilishi to'xtasa, o'z-o'zidan o'sha ishni qilish sekin-sekin kamayib borib yo'qolib ketadi. Bu klassik conditioningda misol qilib mana shu stimulni qayta o'sha refleksni yuzaga keltirmasligi, masalan, Pavlov tajribasida ham qo'llanilgan. Itga agar qo'ng'iroq chalingandan keyin ovqat berilmasa va bu holat bir necha bor takrorlansa, kelgusi safarlarida qo'ng'iroqni chalishi itda hech qanday so'lak refleksini, so'lak ajralishi refleksini yuzaga keltirmaydi. Operant conditioningda esa bunda behavior, yuqorida aytib o'tganimiz kabi, xulq-atvordagi yaxshi jihat reinforced qilinmaydi, ya'ni mukofotlanmaydi. Natijada mana shu behavior, xulq-atvor jihati yo'qolib boradi. Va yana ikkita muhim tushunchaga to'xtalib o'tamiz. Birinchisi bu habituation, ikkinchisi sensitization. Habituation, buni ko'pchiligingiz bilishi mumkin. Inglizchadan
odat tusiga kirish deb tarjima qilinadi. Habit odat so'ziga to'g'ri keladi. Bunda repeated exposure less response. Nima demoqchimiz? Agar biror bir stimul omilga nisbatan ta'sir ko'p bo'lsa, natijada ana shu stimulga nisbatan javobni yo'qolishi, kamayishi kuzatiladi. Masalan, oddiy fiziologik misol qilaman. Qanchalik inson ko'proq issiq suv bilan ishlasa yoki sovuq haroratda ishlasa, borgan sari o'sha odam o'sha jarayonga moslashadi, odatlanadi va u stimul unga nisbatan kuchsiz emas. Masalan, plus 30 gradusli muhitda yashaydigan odamni minus 20 gradusli muhitdagi odamga yashaydigan joyga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, u sovqotadi. Lekin minus 20 gradus haroratli o'lkada katta bo'lgan bola bu uning uchun normal, ya'ni terisidagi sovuqni sezuvchi retseptorlar ham kam javob beryapti. Bu fiziologik misol edi. Endi psixologiya, psixiatriyada qanday? Masalan, tasavvur qiling, bola MD, ya'ni doktorga qanchalik ko'p kelsa, borgan sari undagi anxiety, qo'rquv kamayib boradi. Ko'pchilik bolalarda kuzatishingiz mumkin. Yoshligidan doktorga ko'p olib borilganini hisobiga shunchalik kelgusi safarlarda borganda doktordan qo'rqmaydi, borib tezda ko'rishadi, yaxshi muomala qiladi, doktorda aytganini qiladi. Aynan mana shu holatga qarama-qarshi bo'lgan holat bor. Bu sensitization. Bu ya'ni sensitivlikni ortib ketishi. Qisqa misol bilan oson tushuntiraman. Ayrimlarda bo'ladi. Mana shu doktorga qancha ko'p borgan sari bola yana ham qo'rqib boraveradi va yana doktorni ismini eshitish yoki doktorga boramiz deyish bilan juda ham bola qo'rqib yoki o'zidagi jahlni ko'rsatadigan bo'lib qoladi. Bu mana shu ikkala tushunchani yaxshi tushunib oldingiz deb o'ylayman. Habituation and sensitization bir-biriga qarama-qarshi. Habituationda moslashib boradi, kamroq qo'rquv yoki shunga o'xshash belgilar paydo bo'ladi. Sensitizationda esa mana shu qo'rquv yoki xulq-atvordagi jihat yana ham kuchayib ketadi. Darsimizning ikkinchi asosiy tushunchasi transference haqida gaplashamiz. Transference, buni ko'chish deb aytib o'tdik. Tarjimasini nimani ko'chishi? Bu transference bemordagi hissiyotlarni boshqa insonga nisbatan proyeksiya bo'lishi, ya'ni ko'chishi. Bu unconscious holatda bo'ladi, ya'ni ong osti bo'ladi. Inson o'zi buni bilmaydi, sezmasligi mumkin, lekin mana shu hissiyotlarni ko'chayotganini ko'ramiz. Masalan, patient responds to a clinician as a parent, ya'ni mana shu o'zini davolayotgan terapistiga o'zini ota-onasidek muomala qiladi. Sababi balki o'sha ota-onasiga gapirishi o'xshar, xulq-atvori o'xshar yoki yuz tuzilishi o'xshar va natijada agar ota-onasi bilan yaxshi muomalada bo'lsa, o'sha terapistga ham yaxshi muomala qiladi, yomon muomalada bo'lsa, bir xil yomon muomala qiladi. Buni sababi esa aynan mana shu bemorni terapist bilan konflikti emas, balki ota-onasi bilan konflikti. Counter transference esa lug'aviy ma'nosidan ham ko'rinib turibdiki, counter transference, ya'ni mana shu ko'chishni teskari bo'lishi. Qanday teskari bo'ladi? Bunda hissiyot ko'chayotgan shaxs clinician bo'ladi, ya'ni tibbiyot xodimi. Tibbiyot xodimi masalan kelgan bemorni o'zini o'g'liga, qiziga yoki yoshi katta bo'lsa o'zini ota-onasidan biriga o'xshatishi mumkin va aynan mana shu o'zini qizi, o'g'lini qanday yaxshi ko'rgan bo'lsa, o'sha bemorni ham shunday yaxshi ko'radi va unga yaxshi muomalada bo'ladi, g'amxo'r bo'ladi.